Bilasizmi, deputatlarni faoliyatiga baho berayotgan paytda saylovchilar muhim bir jihatga e'tibor berish kerak. Saylovchilar ikkita vakillik organiga deputat saylashadi, ya'ni o'z vakillarini saylashadi. Bularni birinchisi parlamentga, ya'ni Qonunchilik palatasiga bo'ladigan bo'lsa, yana ikkinchi qismi mahalliy vakillik organlariga bo'ladi. Mana shu yerda aholini bevosita qiynaydigan ijtimoiy muammolarni juda ko'pchiligi tuman darajasida, tuman deputatlari kengashi darajasida yoki viloyat deputatlari kengashi darajasida hal bo'ladigan masala va bu ularni vakolati doirasidagi masala. Masalan, bir tumandagi elektr energiyasi bilan bog'liq bo'lgan masala yoki yo'llarni asfalt qilish yoki maktablar qurish, o'sha tumanda yashaydigan aholini qiynab kelayotgan maishiy ijtimoiy muammolarning yechimi tuman xalq deputatlari kengashi tomonidan tuman rahbariyati hisoblangan tuman hokimiyati oldiga vazifa sifatida qo'yilishi va ularni shu tuman byudjeti orqali bartaraf etilishi imkoniyati bor. Ya'ni bu ularni, ya'ni tuman kengashi deputatlarini vakolatidagi masala. Qonunchilik palatasidagi o'tirgan deputatlarni xalq qonunchilikda bizni fikrimiz aks etishi kerak degan ma'noda saylaydi. Ya'ni bevosita mamlakat hukumati hisoblangan Vazirlar Mahkamasi faoliyati, byudjet taqsimoti, qonunlar qabul qilish kabi masalalarda xalq vakili sifatida Qonunchilik palatasida o'tirgan deputatlar birinchi o'rinda aholini qiynayotgan maishiy ijtimoiy muammolar bilan emas, balki davlatni taqdiriga ta'sir qiluvchi o'sha qonunchilik hamda byudjet taqsimoti kabi masalalarda o'z so'zini aytish kerak. Va saylovchilar kimdan nimani so'rash kerak degan masalada aynan shu jihatdagi farqlilikni bilish kerak.